Ibrat debate endi iz bosganda. Ibrat debate o'zi nima va sizga qanday yordam bera oladi? Keling bu savolga men emas, dunyoning top universitetlariga kirgan yurtdoshlarimiz javob bersin. Debatlarda qatnashish orqali o'zingizni public speaking abilitiesini kuchaytira olasizmi? Chet elga topshirmoqchi bo'lganlar yoki umuman o'zini public speaking mahoratlarini oshirmoqchi bo'lganlar hammasi birlashib turib bir-birlari bilan suhbatlashish, bir-birlari bilan muzokaralar o'tkazish imkoniyatini beradigan narsa bo'lganligi uchun juda ham muhim deb o'ylayman debatlarni. Debatlar insonga har qanday tomonlama yordam beradi. Networking, open mindedness, critical thinking va juda ko'p o'z bilmagan yangi imkoniyatlar ochib beradi. Top universitetlarga kirishda debat kabi aktivitelar qanchalik muhim? Debat kabi o'zingizda loyihalaringiz juda katta tarozni bosadi, ya'ni siz faqat IELTS yoki SAT bilan o'qishga kira olmaysiz. Juda muhim. Debate va shunga o'xshash boshqa aktivitelarni o'rni juda ham muhim, chunki bularsiz kirishni shunchaki iloji yo'q. Ularning o'rni juda katta. Endi bu ajoyib imkoniyat sizda ham mavjud. Yoshingiz va ingliz tili darajangizdan qat'iy nazar siz ham Ibrat debate tanlovida qatnashishingiz mumkin. Sizni 31-may shanba kuni soat 11:00 da Izboskan tumani ixtisoslashtirilgan maktabida kutib qolamiz.